Salom barchaga. Avvalambor sizlar bilan ko'rishgandan nihoyatda xursandman. Mana bugungi navbatdagi reportajimizga boramiz. Ya'ni sizlar bilan G'aylon qishlog'i sari yo'l olamiz. Всем привет, друзья! Дай Бог вам здоровья и счастья. Я рад, что вы с вами встретиться. Наш сегодня очередной ролик будет. Мы пойдем вместе с вами в кишлак Гейлан. Всем желаю удачи, крепких здоровья. Мы тогда начинаемся наш ролик, друзья. Deylagan va nihoyat mana Mirakka qo'rg'oniga keldik. Endi bizning yo'nalishimiz xudo xolasa o'ng qo'l tomonga, ya'ni Xisarak sari yo'l olamiz. Xisarak qishlog'i. Mana so'm bor. Endi nasib bo'lsa xudo xolasa yo'limiz boshlandi. Mana tog'li qor deylagan. Xisarak suv ombori nimasi bu? Sanatoriya. Tog' tepalarga qor o'zi. Ob-havo o'zi yomg'ir yog'ishni ham pamoyin boshlayapti, tomchilashdi.
nihoyat mana Hisorak sari ko'tarilamiz. Yo'lda gap yo'q. Bemalol Nexia, Eco, Matiz mashinalari ham chiqib ketadi. Hisorak yo'li. Ya'ni G'ilon sari ham shu. Tog'da mashinalar endi tez yuradi bular. Urgan Afg'on qilaveradi. Pervolga yurib urgan qolganda bular endi. Qancha balandlik? Necha endi bugun? 2 fevral. 2 fevral. Mana to'qqa qor tushgan. Qorga aralab kirib ketamiz endi asos. Mana juda bir to'g'on bir manzarali. Priroda. Zaraga yaqin. Sadirlar qanday ekan? Gap yo'q, nikos ko'tarilish yaxshi, nimasi o'zga pоворotlar juda ko'p ekan. Xavfli. Krutoy. Krutoy поворот. Krutoy pоворotlar. Xavfli burilish. Dengiz sathi 1700 metr balandlikka ko'tarildik hozircha. Birga kasalliklar ob-havoni o'zi davolaydi-da. Shunday. Ob-havosini o'zi zo'r. Qor yo'llarimiz Bundan mustaqil. Va nihoyat mana tog' tepasiga biz ham Merakka qo'rg'onni ko'rinish qismi. Mana kaftda ko'rinib turibdi, chap qo'l tomonda esa, ya'ni suv ombor joylashgan. Shahrisabz pastga. Mana Merakka zonasidan hozir xudo xolasa Hisorak sari yo'l olamiz. Mashinamizni ham olamiz, shopir bilan birgalikda. Akamiz bizga hamroh, ya'ni yo'lni ko'rsatib boradi. Merakda pastga. Shahrisabz Va nihoyat mana suv ombor, ya'ni Hisorak suv ombori yuqori nimasiga boshlanishi. G'ilon tomonidan keladi, Hisorak tomonidan keladi boshlanishi. qor yog'yapti hozir G'ilonlarga. Mana G'ilonlarga hozir mana shu yerdan obyektiv orqali qor yog'yapti. Yomg'ir, qor, bulutlar qolib qoladi. Mana shu. Hozir borsak nasib bo'lsa Xudo qorga boramiz. Qorga kirib boramiz, ha, tog'ning kirib o'rtasiga. Mana. Ha, shu. Mana manzaralar. Marhamat. Shundan Bratishka. Gap yo'q, shundan keyin hozir 1 minutga. Marhamat. Bu sukunatni ko'ryapsizmi? Sukunat. Shundoq Hal bu diki priroda deydi. Bu prirodalarda yozuv yo'q. Qurut sotmaydi. Shundoq. Shuna yovvoyi holaticha turibdi hali bu tabiat. Shu turishga. Hech qanday buzilmagan holda. Mana tog'ni yaqinlashtirsak agar. Ana shu. Ashulay qor Mana. yog'yapti. Mana shu bulut tushgan joylarda hozir qor, yomg'ir. Hozir borib aqlagan narsani ko'rsatamiz mana. Bulut qop-qora mana shu tomonlarda qor, yomg'ir обязательно yog'yotibdi. Bag'i esa mana Merak suv bor.
Shag'laga boy endi bu. Faqat o'zimizga baqqan. Tabiat shaydolari bir ikkita bor ekan, mana cho'qqidan syomka Selfie qilishyapti. selfie qilib syomka qilishyapti. Syomka qilishib turibdi. Yana ikkita tog' oshib o'tdik. Hali yana bir ikkita tog' bor. Maqsadimiz mana shu tog'larga yetish. So'nglarning boshlanishi ekan-da. Suv bordi. Suvlarni boshladi. Suv bor. Chaqmoq.com'ga eksklyuziv. Shag'laga yog' yotibdi. Ja, bunut qilib. Bosqib So'rak nazorat maskani. nazorat maskani. Mana bu Yuqtirdi uyi. Mana dachacha. Juda chiroyli arxitektura bilan ana qilib qurgan. Doktorni uyi bilan. So'rak. Nasıl bo'lsa. Mana So'rak qishloqlar. Mana ko'rasiz uylarni sadrlar. Domda qurilgan. Juda arxitekturasi bor. Turba gaz keladimi yoki suv? Suvdiki. Kallishga deydi. Ha, mana shu. Tog'lar arasi So'rak. So'rak qishlog'iga keldik. Mana turba tog'dan suv olib o'tishyapti hozir. Boshqa qishloqlarga ketish uchun. Shuncha turba turizmni rivojlantirish. Sadat kim olasan? Arqonga. Va nihoyat mana Xisarakka ham yetib keldik. Ya'ni Xisarakning nimasi? Bu yerda mana suv turbalari o'tibdi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa pastki qishloqlarga suv olish uchun. Ya'ni mana manzara haqiqiy tabiat. Mana tog'lar o'rtasi. Наконец-то мы пришли с сил приезда Хисарак qishlog'i. Называется село Хисарак. Mana yuqorida qo'ylar, qo'zilar ketyapti. Haqiqatan ham havosi toza, juda ham yaxshi. Havo. Ну, свежий воздух. Va nihoyat mana qor. Наконец-то снег. Увидели? Ну, короче, mana manzara, природа.
Вообще слов нету. Haqiqiy природа. Mana tog' bag'ri, nasib bo'lsa Xudo xolasa mana shu yerga bir, ya'ni o'zimizni qo'lbola shashlik pishiramiz. Xudo xolasa mana akalar bilan birgalikda. Qorni qarang. Mana haqiqiy qor. Yoz fasliga nasib bo'lsa Xudo xolasa agar yo'llar tushadigan bo'lsa, Xisarak, ya'ni to'g'ri nimani oldi, ya'ni maktabni oldi, bizda joylashgan. Haqiqiy manzara, cho'miladigan joylar. Sharoitlar hammasi bor. Marhamat, mana tog' bag'ri, tog'. Marhamat. Mana qor. Manzaramizga gap yo'q. Mana haqiqiy manzara, ya'ni ko'chma. Nimamiz bu ham o'zimizni qo'limiz bilan yasalgan. Ya'ni mana bu yerdan gaz, ya'ni samovar, uchoq, pожалуйста, ovqat qilish, dam olish uchun dayroni bo'yi. Marhamat, yoz faslida juda ham zo'r joy. Haqiqiy suv, ya'ni suv omborining boshlanishi. Sovuq, ammo lekin gap yo'q. Ya'ni bu природаga dam olish o'ziga yarasha gashti, o'ziga yarasha nimasi bor. Ну, настоящий дикий природа. Короче, вот, пожалуйста, печек горит там. Pechkani yoqib qo'yishibdi, mana tog', haqiqiy mo'jiza. Haqiqiy Xisarak, ya'ni gap yo'q. Endi Xudo xolasa hozir Xisarakka shu yerga, ya'ni o'zimiz qo'l bola qilib bir shashlik qilamiz. Boshladik. Shashlik pishiraylik. Mana haqiqiy ochiq havoga, ya'ni tog' bag'rida shashlik, qo'lbola. Готовим шашлик, короче, домашний. Marhamat, mana hozir tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Готовим шашлик, короче. Ali yoqish jarayoni, ya'ni mana hozir qozon o'chog'imiz ko'chma qozon o'choq. Oho, gap yo'q. Tabiiy прироda deydi. Aha. Gugit bormi ishqilib? Gugit bor, mana qor bag'rida, ya'ni tog' yon bag'rida shashlik tayyorlayapmiz. Do'stlar, не забудем поставить лайк, подпишитесь на мой канал. Друзья, не забудем.
Nu mana Xisarak to'g'risida ko'p eshitganmiz, ko'p nima qilganmiz. Jarayonlarda. Ya'ni mana suv kelyapti. Hozir nasib bo'lsa Xudo xolasa mana akamizdan so'raymiz Xisarakning tarixi nimasi, urf-odatlari qachon tashkil topilgan. Endi mana bu shashlik nasib bo'lsa tog' bag'rida. Shashlik boshlandi mana. Shashlik. Sarakda mana fuqarolari bor biz o'g'limizga mana. Zoirjon, Anvarjonlar. Zoir aka. Mana birgalikda shashlik qilamiz bugun. Sarakcha shashlik bo'ladi. Xisarakcha. Ha, bu shashliklar hammasi. Nasib bo'lsa tog'ni bag'riga naturalni havo bilan faqat to'yish kerak bu havolardan, to'yish kerak. Qanchalik Shvetsariya havosi. nasib bo'lsa bulutlar kelyapti, hozir yomg'ir, qor bo'lishi kerak. Anvar aka, bu hozir nima qurilish bo'lyapti bag'larga? Gis qurilyapti. Kim quryapti gislar? Prezident farmoni bilan elektrik ta'minlash, elektrikimizni nasib suyitlar o'chmaydigan bo'ladi. Xudo xolasa. Tomonlarga hammasi gislar qurilyapti mana nasib bo'lsa. Daryoning bo'ylari mana. Suv haqiqatan ham zilol, ko'm-ko'k. Tiniq suvlar mana. Marhamat mana. Shartam maktobi, shartam. Sharofiddin aka, qanday sog'laringiz yaxshimi aka? Charchamasdan yuribsizmi? Xudoga ming qatlab shukr. Shu mana hozir suv boshlanishi G'eylondan boshlanadimi shu? Ha, birinchi shu dayroni boshlanishi G'eylondan, shu bir joydan tog'ni cho'qqasidan bir buloq, kattakon buloq chiqadi, shu oxiri obam bor, suv ham borgungacha bor. Shu Merakaga doğru borib qo'shiladi, shundoq, ha? Shunday. Gap yo'q aka. Bu yerda ishqilib mana haqiqiy toza havo, priroda, gap yo'q. Nomi Oq daryo deyiladi. Oq daryo, ha, bu nomi. Nomi. Endi shu Qashqadaryoning boshlanishi G'eylon tomonidan Sulton G'eylondan. G'eylondan yana yuqori qishloq, qo'shni qishlog'imiz Ko'l qishloq. Bu yoqqa bir ziyoratgoh Hazrat Sulton degan ziyoratgoh bor yoqqa. o'sha tomondan boshlanadi, значит. O'sha tomondan boshlanadi. Qashqadaryoning boshlanishi. Gap yo'q, rahmat aka. Nasib bo'lsa Xudo xolasa siz bilan birgalikda shashlik qilamiz degan umiddamiz. Xisarakcha shashlik. Sarak. Готовим шашлик. Кисаракский. Тарак шашлига. Bular Hozir. Mana alovni yonishi, haqiqatan priroda ham toqqa alov yonishi, ya'ni bir o'zgarishi, tabiati ham, havosi ham boshqacha, ya'ni har bir kasallikka davo. Bu yerga davleniya kasalliklari yo'q, kam, shundaymi? Kam. Sababki dorivor shifobaxsh o'simliklar ham ko'paygan. Suvni o'zi ham davolaydi. O'zi toza ham, mineralli suv, toza suv. Sashka billurda. Zerikkanlar Sashka billur tomosha qilsin. So'ragda mana Anvarjon, Zoirjon hammamiz shu yerga bizlar. Like bossin. Like.
desang bular. Piyozlar ham spiskiga mana qizil piyoz. Ayni Shashlik bor. shashlik bu. Mana Sashka Shashlikda. shashliklar tayyorlayapti mana. Mana Anvar aka alovda, ularni rullada. Husniddinjon shashlikka qizil piyozmi faqat? Qizil piyoz faqat. Podriz, pomidor, limon. Ha. Mana endi qord ustiga bir shashlik yeylik dedik, orzu qilib yurdik. Mana qord ustiga Niyatimizga yetdi. niyatimizga yetib bir shashlik yeyamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Boshqachada havoni qarang, havoni. Odam tuyib havo nafas olish keladi. Va nihoyat mana shashligimiz tayyor. Salatam tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa mana salatam tayyor, pomidor. Shunaqa tayyormi salatimiz aka? Salat tayyor, mana limon kesyapmiz. Ha, aka. Shashlikni siqib tortib bo'ldik. Ha, nasib bo'lsa xudo xolasa o'sha Bugun juda ajoyib shashlik bo'ladiganga o'xshayapti. Mana Husniddinjon bosh rullada Chinni qilib shashlik qilib berasizlar bunda. ad jonidan, ad joni bo'lsam balani. Sashka Villur kanalida mana shunday ajoyib roliklar chiqarimdan keyin podpischilarga bir yangiliklar. Hali nasib bo'lsa bu yuradigan qozonimiz mana bu. Yuradigan qozonimiz. Mana bu yerga o'sha alovga choy ham qaynaydi. Tomoni gaz, choy qo'ysa bo'ladi. Qozon to'g'risida отдельный rolik qilamiz nasib bo'lsa. Dimlama qilib qozon ko'p. Toshkentcha qozon ko'p qilamiz. Yangi texnologiyami Husniddin? Qor qo'yib, Yangi suv. Oo. Mana shashlik turamiz. Qor qo'yib ustiga. mana bo'ldi. Endi shashlikda teramizmi Husn aka? Ha, shashlik. Tering endi aka. Nasib bo'lsa xudo xolasa. Sizga ham yordam bering aka. Mana shashliklar ham bosildi. Qassillatib va Shug'uni ko'ryapsizmi? ak qo'ymaysan. Orqa haftadan keyin sarakcha shashligimiz tayyor bo'ladi. Shashlik tayyor bo'lganda o'zi avtomatik 150-200 ta layklar tushib bo'ladi. Sразу Повар haqiga yaxshi kommentariy yozinglar. Не забудем поставить лайк, друзья. Husniddinjon. Комментарий. Теплые слова. Спасибо огромное повару, чтобы он готовит нам шашлик. Yangicha stilda mana. Aha. Non mana o'zimiz non. Hozir shunday daryolarga buktirib mana suvni bemalol daryoga buktirib yesak bo'ladi. Mana. Mana daryoning suvini qarang. Yuring olib qaqoq. Mana tip-tiniq daryo suvlariga qordan yurgan buloqlar chiqadi. Nonni biz bosib olamiz. Aha. Bu ham o'ziga yarasha bir xosiyati bor, o'ziga yarasha bir xislati.
Gap yo'q, rahmat. Endi nima qilamiz bu nonni hozir? Hozir nonni, Aha. non ozroq uvdi. Aha. Endi cho'g' ustiga qo'yamiz issiqqina non. Maza qilib, Xuddi tandirdan chiqqandek. tandirdan chiqqanda. Gap yo'q, rahmat. Joyga tashlagan nonimiz. Aha. Endi cho'g' ustiga qo'yamiz. Bunaqa Necha daqiqa turadi? antiqa usullarda faqat Sashka Bilur kanalidan tomosha qilasiz. Gap yo'q, rahmat. Mana. Necha daqiqa turadi? Endi hozir 5 minut tursa bo'ladi. 5 daqiqa. 5 minut. Bu shashlik pishguncha manga salat zagat. Salatlar tayyorlash, gap yo'q. Iloji bo'lsa Husn aka limonni ustiga ham bering tuz. Mana. Yoshchalar qizil piyozda bu. Aha. Tashli bilan juda Uksiz. O'sha qor yog'ishni ham boshladi. qo'yib boshladi. Marhamat, mana Husarak ob-havosi shundoq. Ya'ni tog'ning nimasi? Haqiqiy mana qor yog'ish. Mana xo'p. O'zi qor uchqunlab yog'ishni boshladi. Idiot snake. O'rtoqlar, qorga keldi. Qo'lda shashlik yeyish boshqacha. Shundoq. Bu shashlik bilan buni uvigan nonni yeyish undan ham boshqa. Nimasi o'chirishda bu qara yangi istildan. Husn akani metodi, ya'ni shashlik pishirish uslublari. Ya'ni cho'g' yonib ketgidek bo'lsa, qor bilan o'chiribdilar. Artani. Qordur. Ha. Qor bilan o'chir, ha. Ha, bo'ldi. Mana yangicha stil yonib ketsa qor bilan urib o'chiramiz. Agar sizlar tomonda qor bo'lmasa, men shaxsan bizni Hisarak qishlog'iga kelishlaringizni so'raymiz. Marhamat, gap yo'q. Mana shu yo'limiz, qayerga shu yo'l boradi, mana shu yo'l. G'eylon, ko'l. Ko'l yo'nalish yo'li. To'g'rimi? Chiqish nimadan? Necha kilometr bor hozir yana? G'eylon, ya'ni tush turgan joyimizdan 25 kilometr balandlikka. Значит, yana 25 kilometr yurishimiz kerak. 25 kilometr. Находится Geylan. Va nihoyat mana shashligimiz ham tayyor bo'ldi. Qisarakcha shashlik. Gap yo'q. Наконец-то у нас вот шашлик готовый. Уже все. Спасибо огромное повар, чтобы он готовил для нас шашлик. Husn aka, katta rahmat sizga. Который повар говорит. Husn. Проверяли. Про вас тоже. Вам тоже большое спасибо, чтобы. О, mana bo'ldi. Gap yo'q. Ha, shashlikka marhamat. Qani? Shashlikka marhamat. Mana non. Mana non. Mana non qanday pishgan siqqina. Gap yo'q. Marhamat. Marhamat shashlikka mana haqiqiy havoda, ya'ni tog' bag'rida shashlik. Sizlarga ham taklif qilamiz. Agar rolikimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib podpiska qilish yo'ldan chiqmasin. O'rtaga shashlik yeyman desanglar, Shahsabizda Hisarak degan tog' bor. Ketinglar G'ilon, Sarchashma, Ko'l degan qishloqlar. Turinglar, pazar. Taklif qilamiz hammalarga. Turistlar ayniqsa, turist sifatida dam olaman degan bo'lsa, mana shu toza havodan, daryoda oqayotgan tiniq suvdan, Sudunjonli qorlik shashligidan. Shundoq. Mana Husn akaga rahmat. Mana o'sha ikkinchi partiya. Mayli, avvalambor sizga katta rahmat aka. Mehmondo'stchilik uchun, hurmatlaringiz uchun. Ulayim sog' salomat bo'laveringizlar. Nasib bo'lsa Xudo xolasa yana kelganda ochiq diydor bilan mana qarang,
keluvdik, qor bilan ketamiz. Hammalaringizga omad. O'rtoqlar, qor yog'ib qoldi. Bo'lmasa bu darsni davom etardi. Shu joyga to'xtatib, Shundoq. bular bilan bitta xayrlashsak, Nasib bo'lsa xudo. Gap yo'q aka. sog'lik, salomatlik, yaxshilikda ko'rishaylik. Mayli akalar, sog' bo'linglar ularga ham. Yaxshilik kunlar uchrashaylik. Bo'pti mayli, sog' bo'linglar. Rahmat.